Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Mana biz ishlarimizni davom ettiryapmiz qolgan joyidan. Mana bu xonamiz spalni oddiy chetlarini ochib ketyapmiz. Oddiy daroshka bo'ladi. Ishimizga baho berib qo'yasizlar. Ikkinchi etajga chiqish hovlimiz. Hovlimiz ham o'ta chiroyli chiqdi, o'ta go'zal. Xudo xolasa videolarga yoqdi mana. Zalimiz ikkitalik podsvetka tashlab berdik. Oddiy daroshka. Hozir trendda bo'lib turganlari endi shular. Avvalni yumaloqlar qolib ketgan. Reylis tashlamadik. Chetiga galagan tashlab berdik. Ikkitalik galagan qo'yiladi. Zalimiz. Peraxo'shkamiz, tomga chiqadigan yuk. Bu xonamiz ham oddiy daroshka tashlab berdik. O'rtaga bitta lustra. Cheti podsvetka. Bu xonamiz ham spalni. Adashmasam detskiy. Bu xonamiz kattalar spalnisi. Bu xonamiz ham bitta. Ikkinchi etajda xudo xolasa ishimiz bitdi. Birinchi etajda ham xudo xolasa ko'rsatamiz, bitkazdirib, xudo xolasa oz qoldi.